Barchaga salom, sizlar bilan men Go'lert do'stlar. Meni yangigina videomga xush kelibsizlar. Okey, bugun men Bedrock Edition'da 1.21.41.01 versiyada qanday qilib server o'ynashni o'rgataman. Birinchida o'zingizga akkaunt ochasizlar. Men akkauntimni o'zgartirib olay. Akkaunt degan joyga o'zimni nickimni yozaman, ya'ni Go'lert böyle. Birinchi bo'lib playni bosasizlar. Playda mana bu yerda 3 ta menyu bor, ya'ni Worlds, Friends, Server. Biz server xolimiz, shuning uchun ustiga serverni bosasizlar. Mana shu ustiga bosganingizda bu yerda o'zi serverlar chiqib keladi. Modscraft va mana bu server bo'ladi. GMP qaniydi mana shu Modscraft va GMP serveri bo'ladi. U yerda Bedwars xohlaganlarni o'ynasizlar bo'ladi. Hozir server 10 emas, server adminlari 10 qilmagan. Mana o'zbek serveri, jahon serveri bo'lgan. Bedrock uchun zo'r server bo'lgan, PvP'lar uchun Refazo PvP Aternos. Ya'ni shuni taqdim etaman. Birinchi bo'lib nom kiritasizlar. Nom kiritsa bo'lmaydi. Nom kiritib xohlagan narsalarni yozsangiz bo'ladi. Eng muhimi adres, ya'ni mana bu. Mana shuni yozasizlar mana shu qatorga. Keyin uchinchisi mana buni ham yozish kerak. Mana 63 829 keyin Refazo pp.aternos.me nomiga ham shunday kirsanglar bo'ladi. Optimatsiyani bosaman. Keyin shu serverga hozir kiramiz. Mana shu serverni ustiga bosasizlar va mana bu yerda join degan joyi bor. Shuni bosasizlar ustiga va ozgina ko'tasizlar. Locating server deydi o'zi. Shunaqa deydi. Bo'ldi, hozir kiraman. Let's go. Bu PvP'lar uchun boshida sizlarda hech nima bo'lmaydi. Mana shu sandiqda bo'ladi. Agar sandiqda narsa bo'lmasa, hozir mana bu tugmani bosasizlar, yana ortga qaytib qoladi. Botdan o'zlariga narsa olasizlar. Va mana bu maze, keyin hamma narsa bor. Hozir bu yerda sizga PvP qilib ko'rsataman. Mana bu kiyimlar bor, kiyimlarni olasizlar. Xo'sh, bu nastroykani o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Settingsga kirib oling. Nastroykani to'g'rilab oling. Xo'sh, to'g'richga kiramiz. Custom controls, size, mana bu ham olib size bo'ldi. Bedwarsda eng muhimi qulaylik. Bedwars o'ynayman, shuning uchun mana shunday qilib qo'yay. Bo'ldi. Sekin down bo'ldi. Oppo mana bunday qilib yutib ketaveraman. Bo'ldi, mana shu o'zga path effekti beriladi, ya'ni fair flipping, slow filling. O'sha effekt Messi ham bor, yomon yorib deb buni. Yo'q, qoch Messi'da yemasanglar. Mana boshqa yo'llar PvP'ni aniqlab olaylik. Qasam bo'lgan to'lga. Keyin bit breaker bor, mana bundan chiqib olamiz. Yo'qmi tepada? Yo'q, ketdi bu. Ekran qaysi kalla bilan bergan bunga? Nimadan keyin PvP'lashsam, menga timaloq yoqadi, chunki bunda hatto yon boshlaga o'tib qolsa, men bu yerdaman hozir. Hozir tushuntiraman mana buni o'ldirib baxtga. Messi ishlatmoqchi bo'lyapti, ishlata olmayapti. Hozir o'ldirib tashlayman buni. Qansan bu? Ya qo'rqoq, menda bit breaker yo'q-da. Yo. What the fuck? Messi ustasi. Yo'qol, astag'firullah. Ya, pastga kirib olma. Ayraman. Oppo. Mana bitta gap bo'pti, o'lib qoldim obunachilar. Shunday qilib o'ynaysizlar. Bilmagan bor, bu yerda bor hamma narsa. Keyin ozgina PvP qilamiz 3D bilan. Menga mana shu timaloq zo'r, chunki mana bu yoninglardan kelsa to'g'ri mana bu yerda urib tashlanglar bo'ladi. Hatto bloklarni qo'yganda ham mana bunday qilib qo'ysa bo'ladi hozir. Mana bunday qilib. Hatto oddiy zonada ko'rsatib beraman buni. Okey obunachilar, mana biz oddiy mirga kirib oldik. Endi siz mana shu timaloq bilan ikkita Britker turi bor, Bedwars Britker turi. Birinchisini hozir ko'rsataman. Birinchisi oddiy mana bu yurish Britkeri, oddiy yurib qurib ketasizlar.
mana bunday qilib qurib ketasizlar. Da ikkinchisi nima deysanglar, hozir ko'rsatib beraman. Mana bu yerga o'tib olamiz. Oppo, pastga qo'nay bo'ldi. Ikkinchisi mana bunday dekorativ, mana bunday qilib qurib ketasizlar, obunachilar. Zo'rmi? Bedorsa shunday qilib qurib ketsanglar bo'ladi. Maza qilib dushmanlarni og'zini yerga tegizib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bunday qilib qurib ketsa bo'ladi. Hozir bitta qurib ko'raychi. Bitta qo'shib qo'yib o'rish kerak shunda, lekin men qo'shib qo'yishni bilmayman bizda. Mana oppo. Qo'shib qo'ymoqchi bo'lsam YouTube'dan jarib kelsa kerak u. Da bo'pti, kerakmadi. Mana bunday qilib birikki quramiz ozgina. Hozir mana shunday qilib tashlasa bo'ladi. Va hokazo. Oppo, shu nastroykaga o'rganmaganman. Nimagadir shu nastroykada qolib ketyapti, o'zgarib ketyapti. Yana tovuchga kirib o'zgartirib tashlayman. Kursam Ctrl size normal deyman bundan. Size'ini bunday qo'yaman. Mana shunday qilib qo'ysam o'zgarmasa, mana yaxshi, mashta qilgan yaxshi. Donate packs. Da endi havo normal bo'ldi. Havo ajoyib. O'sha sekin 1 2 3 oppo qurolmadim. Bo'pti, nima deysanglar shunaqa qilib qursangiz bo'ladi. Bitta qurib ko'ray obunachilar. To'g'ri qurish. Sizlik Bedrock Edition'da mana bunday qilsanglar bo'ladi hozir. Oppo bo'lmayapti. Bo'ldi. Xo'sh 1 2 3 oppo yana qila olmadim. Bo'pti, shunday qilib qurasizlar obunachilar. O'zingizlar bilasizlar. Mazza qilib mana bunday oppo qila olmayapman. Oldinlari qilardim, ko'p mashq qilmaganman-da. Xo'sh, mana shunday qilib qurib ketsanglar bo'ladi hozir 1 daqiqa bitta imkon. Menda xato qilishga umuman imkon yo'q. Oppo, bo'pti. Mana shunday qilib qurasizlar. Endi serverda ozgina o'ynaymiz. Okey, server haqida ma'lumot bersak, mana Rise OPP ko'rsatib 2 marta IP'sini ko'rsataman. Birinchisi mana buni to'g'rilab olasizlar. Mana buni ham shunday qurish kerak. Sizda 1636 bo'lib qolsa kerak, bilmadim. Mana shunday deb yozib qo'yasizlar. Ikkinchisi mana bu IP, eng muhimi IP. Eng muhimi mashina kirizasizlar. Uchinchisi esa mana bu nomi. Nomiga xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Okey, kiramiz, ozgina o'ynaymiz. Okey, location service desa bo'ldi. Kiradi serverga location service desa. Ozgina PP'ni qaqshatamiz. Mana PP qilamiz endi bu safar. Da bu serverda picha ma'lumot bersak, bu server o'zbek server bo'lib, o'zbeklar o'ynaydi. Bu yerda duellar qilsalar bo'ladi, PP'lar qilsa bo'ladi, main ham qilsa bo'ladi bu yerda. Mana bu nima edi bu yerda ko'rmagan ekan. Parkour ham qilsa bo'ladi bu yerda. Oppo, yana bir ketadi yana bitta. Oppo, yo'qol. Yo'qol, buni kirishlarni yomon ko'raman. Reklama qilsang ham nega qo'y. Racing bo'lsa mazza qilib. Oppo qilmadim. Oppo bitta bir tushuntirib chiqishga ham yo'l qo'ymishdi. Ikkinchida bo'l endi serverda tushuntirsak ham bo'ladi. Bitta parkour rejimlari ham bor. Bitta vagonda utsanglar bo'ladi. O'sha vagonda katta olaman desalar, boyagi tugma ko'rdinglarmi bo'ldi. Qanaqa rejim bilmadim lekin. Yo'q, bu emas. Main ham bor bunda. Temples endi. Ustiga bosish kerakmi? Agar bu yerni ender ko'z bilan to'ldirib chiqsangiz, yomg'ir yog'adi. What the fuck? Bizga yomon nahvoy kerak. Biz serverni tushuntirib chiqarish kerak. O'tda John o'tda qilishyapti, surish kerak asta. Quyon qilamiz. Quyonni rasman chizib ketamiz obunachilar. Mana shu duel bo'ladi. Mana duel. Mana shu botga bitta player. Keyin botga bitta
player obunachilar. Ya'ni o'yinchi. Tursa bo'ldi. Ikkalanglar teleport bo'lasizlar. Zaynab borib. Bu yoqqa. Oppo. Zaynab borib to'rtdan boshqa nimani bilmayman. Bitta bir tushuntirishga yo'q qo'yishmaydi. Yo'q, mana bitta shunaqa teshik topsanglar bu main bo'ladi. O'sh mana main bilan do'kon. Do'konga o'tsanglar ham bo'ladi. Do'konga bir ko'rmagan ekanman. Bitta o'zingizlarga bitta olmos evaziga 5 ta money oling. Va bitta pul ishlasa bo'ladi bu yerda. O'sh olmos qilich. O'sh narxi 9000 dollar ekan. O'sh narxi 100 dollar ekan. To'g'ri, mana bu to'qlasa bo'ladi desam. Bu yerda golden apple mi? Oltin olma. Narxi 60 money. Normalniy. Ender Coz 120 dollar. Narxi 300 money. Sehrlangan oltin olmoqda normalniy. Main qilib qilsanglar bo'ladi, lekin kirgan qatdan topasalar bilmadim. Men kirgan main qilib ishlashni bilmadim, lekin kirgan qatdan topshirdim. Bo'pti, orqaga qaytamiz. Bu yerda boya aytganimdek, nima bu endi bo'shliq bu main bor. Bu yerda ishlasida bo'ladi. Metal kirka. O'zi bitta metal kirka berar ekan. Mana bitta pul top ishlasanglar bo'ladi. Ozgina rivojdan ko'ramiz obunachilar. Server zo'r, serverga o'ylab ko'ringlar. Shu ma'lumotni ham bilamiz. Da o'sh orqaga qaytish. Endi bularni sotib ko'ramiz. Sotib ko'raylikchi bularni. O'sh 5 ta money. O'sh zank esangiz inventoringizdagi olmos avtomone qilinadi. Bo'ldi, inventarga solib qo'yish kerak ekan. Bo'ldi. Yo'q, o'zgarmadi-ku bu. Bitta olmos evaziga 5 ta money oling. Yo, buni tashlab yuborib keyin qilish kerak edi. Obuldes. Yo'q, qanaqa qilib endi buni sotsa bo'ladi, yo'q. Bu tugmani bosing degan bu jinusun. O'sh hisob tanga, mana tanga degan joy bor ekan. Bo'pti, barchaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Galert uz bo'ldim. Okey, bu server ajoyib. Serverga kirib o'ynaylar. Mana bitta narsalar ham bor ekan. Yo'q, o'qlar ham bor. Temir qilishlar sehrlangan. Bo'pti, hammaga xayr, server zo'r. O'ynab ko'ringlar, parkurlar ham bor bu yerda. Parkurlarga ham kirsanglar bo'ladi. Okey, men sizlar bilan Galert uz bo'ldim. Yangi video zo'r chiqqan bo'lsa, kommentga yozinglar. Bu serverga necha baho bergan deyinglar. Ondan necha baho bergan berasizlar. Okey, kirib o'ynaylar, bedrock edishinglar uchun. Okey, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Serverga necha baho va video qanaqa atmosferada chiqqanini. Sizlarning fikringizni mana shu o'qish qiziq, shuning uchun hammaga xayr.